Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalar, hurmatli kanalimiz kuzatib boruvchilari. Mana bugun 2023-yil 19-avgust Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidamiz. Mana shu Yosakan poliyasiga keldik. Yosakan bahorda bizdan Serbiyaning zirhli makkaj yuqorilarni 707 navini tanlagandi. Yosakan bu yerda atrofda o'sha 25 gektar joyga Yosakaga urug' berdik. Yosaka hosillar qanday, sizni qoniqtiryaptimi? Bu yilgi nimalardan ko'ringiz to'qmi? Yaxshi. Hozirgi vaqtida sizlar maslahatlaringiz bilan 3 marta suspenziya qildik. Bahorgi birinchisi og'os bilan 300 kilodan hektariga, undan keyin 500 kilodan oz berdik, undan keyin yana 500 kilodan oz berdik. Demak, gektariga 500 kilodan amofoz, 500 kilodan fibra berdingiz. 300 kilodan oz, 500 kilodan bir tonnadan gektariga azotli o'g'itlar berdingiz. O'g'itlardan. Suspenziya ham o'sha 3 marta bo'ldi. Hasharatiga ham o'sha Yosakan bilan shu boshidan ekilgan kundan boshlab barcha maslahatlarni berib turdik. Telefonda o'sha rasmlarini ko'rib, tasavvur Yosakan kelganda makkaj o'zgarishlari nimalarni mana ko'rib turgan bo'lsangiz, qo'lamiz ham juda zo'r. Hozir yuqoridan tursam bo'ylari bir xilda, yuqori bo'ylari 3 metrdan ziyod sotalarni ko'ryapsiz. Bu yil ko'p joyda ob-havo noqulay kelganligi sababli namgarchilik bo'lmadi bahorda, xabaringiz bor. Ko'p joyda o'sha urug'lar unib chiqishda qiynalib qoldi. Apaloq bo'ldi, ko'p unib chiqishda tashlagan joylar ham ko'p bo'ldi. Sizlar nima deysiz? Bunaqa kuzatilmadimi o'sha? Ipgan urug'laringiz necha foiz ko'karib chiqdi? O'sha 100% ko'kardi nimasi? 7 santimetr shuni hisobga oldik tag'in, bizlar 7 santimetr chiqib ketgan. 7 santimetr. Naqalimiz 100% ko'karib chiqdi. Ko'karishda hech qanaqa muammolar uchramadi. Mana bunaqa donni ham ko'radigan bo'lsangiz, mana uchigacha changlangan, yaxshi 100% kuygan. So'tani kattaliklari normal bo'ladi. 25 santimetrdan yuqori. O'rtalarida ham xuddi shunday, hamma joyi hosili bir xil, to'g'rimi? Yani chet qismlari ayrimlar aytadi, faqat chet qismlari changlanish, havoylanish yaxshi bo'lgani uchun ko'plar katta. Ichkarilari mayda bo'lib qoldi. Hozir ichkarilarini ko'rsatamiz. Xudo xolasa, bu yil hosil qancha olmoqchisiz? Endi 18-20 tonna biz sizga va'da berdik. Nima deysiz? 18-20 tonna 18-20 tonna beradi. Buni sutani arazlab, taxminchi o'sha nimasini chiqarib so'rdilar. Avval boshqa urug'larni ekib ko'rgansiz, to'g'rimi masalan? avval ketganman. Necha yildan beri makkaj yuqori ekansiz? 3 yil bo'lgan ekanmiz. O'zbek 707 navini birinchi yil ekishdi. Birinchi yil egishim bo'ldi. Bahorda tavsiya qildingiz. Ha. Haqiqatan O'sha aytgan bunaqani beryapti. yaxshi. Men atrofda yana ko'rdik, hozir yo'lda kelishda qolgan urug'lar ham bor ekan, shu qo'llar. Ularniki menimcha bunday emas. Yo'q, bunchalik emas. Bunchalik o'sha hamma bu yerda qishloqdagilar, atrofdagilar shu urug'da egamiz deb kelasizlar ham. Dehqonlar menimcha shu urug'ni qilyapti. bizlar ham shu nasib bo'lsa kelasi yil yana ham sal kattaroq maydonlar. Hozir bu yerda o'sha 25 gektar, ha? 25 gektar joy. Hozir ichkarisini yana bir ko'rsatamiz, qo'llar yo'q, yuring, kelamiz bir nima qilib, mana shu sotalarni hali ichkariroq kirib ko'rsataylik. Mana o'sha 50 metr ichkariga kirib keldik, polyani. Bu yerda ham sotalarni ko'radigan bo'lsangiz, mana shunday bir xilda hammasi. O'sha bitta poyada bittadan, ikkitadan ayrim joylari o'sha har bitta unaqada o'sha sota bor. Bittadan katta sota, bittadan mayda sota. Mana ko'radigan bo'lsangiz, mana ichigacha hammasi to'liq changlangan. Bu degani stressga tushadigan bo'lsa, makkaj yuqori mana shu uchigacha yaxshi changlanmaydi, orasida ko'rganimizda kampir tishlaydi, donlar kam bo'ladi, to'liq bo'lmaydi. Don sonlar hammasi bu xohlagan bittasini ushlab mana ochib ko'radigan bo'lsangiz, to'liq 100% changlangan. Mana sog'lom urug'lar hammasi bir xilda, sog'lom aylanalari ham
Hammasini chiroyli bo'lib tursa, uzib oladigan bo'lsa ham hamma pachatkalarimiz bir xil mana, ideal. Tekis oxirigacha bir qator to'liq hamma tarafi ideal ko'rinishda. G'iyos aka, xudo xolasa kelasi yil ham bundan kattaroq joyga siz mana aytdingizki, niyat qilib turibsiz. Ha. Siz ko'nglingiz to'q, bizlardan hech qanday unaqa yo'q. Urug'ga bironta pretenziyangiz bormi? Yo'q, hech qanday kamchilik bu hech qanday pretenziya Hech qanaqangi bunga katta rahmat. Mana shunchalik maslahat berib, shunchalik bizlarga qo'llab-quvvatlab turdilaringiz. Sizga ham rahmat. Mana shunday hosillar yetishtirganingiz uchun Ilohim dehqonchilingiz barakasini bersin. Rahmat. Hurmatli do'stlar, yana bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz zarur. Mana bu yil hamma biladi, ob-havomiz juda ham noqulay keldi. Ob-havo sharoitlari juda noqulay bo'lib, bahorda yomg'ir bo'lmaganligi sababli ko'p joyda bizlar bahorda aylanib chiqqanimizda po'lalardi. Boshqa urug'larda ham umuman nima qilganda xatoliklar ko'p uchrayapti. Makkaga to'liq unib chiqmagan 30%, 40% gacha unib chiqishi past. Mana shu bu yil o'sha haqiqiy zo'r makkalar saralandi menimcha. Shunday. Kimda unaqasi olib keladigan gibridlari zo'r bo'ladigan bo'lsa, mana shu yil o'zi ob-havo aniqlab berdi. Qaysi Makka jo'xori mana shu yil bilinadi, Makka jo'xorining zo'ri. Shunday. Inshaalloh mana shu hosildorliklarni yig'gan paytda yana tonnalari bilan telefonlashamiz. Mana shu kanalimiz tagida nomerlarni qoldiramiz. O'sha tonnalar haqida hamma ma'lumotlar. Hattoki mana shu G'iyos akaning nomerlarini ham qoldiraman. Bu yerda hech qanaqangi video syomka uchun bir bo'rttirish yoki bir qo'lani yaxshi joyini syomka qilish nima bo'lgan yo'q. Mana shu G'iyos akaning nomerini, adreslarini to'liq qoldiraman. Bu yerda qolgan dehqonlarni ham adreslarini, telefon raqamlarini qoldiramiz videoning tagida. Bemalol sizga murojaat qilib, hosil haqida ma'lumotlarni masalan muxlislarimiz so'rab turishi mumkin. Bemalol qo'ldan kelgancha, Ha, shu nimaiki bo'lsa hammasi ro'y-rost ayting. Unaqa ko'pirtirib, boyagi maqtash shart emas. Nimaki bo'lsa, mana shu hosil qanday oldingiz, qanaqa bo'ldi, urug'dan siz davolimmi, yo'qmi? Shularni ro'y-rost so'raganlarga aytasiz degan umiddaman. G'iyos aka, rahmat sizga. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xudo xolasa, kelasi yil hamkorlikni yana davom ettiramiz. shunday qilamiz. Mana bo'ylarini oladigan bo'lsak, yana boya bitta narsani aytish yozimdan chiqdi. Mana 3 metrdan ziyod. Hozir yuqorisidan ham olib ko'rsatamiz. Buni nimasini o'sha bo'ylari hammasi bir xilda. O'sha bo'ylari mana ko'ryapsiz. O'rtasi hozir 50-55 metr po'lani o'rtasiga kirib syomka qilyapmiz. Hurmatli do'stlar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Kanalimizga a'zo bo'ling. Mana shu videoning tagida telefon raqamlarimiz, adreslarimizni qoldiramiz. O'sha podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Agar video sizga ma'lumotlar yoqgan bo'lsa, o'sha like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat.